Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugun Bugatti modelimizni sizlarga to'liq holatda tanishtirib o'tamiz. Ko'rib turibsizlar, bu Bugatti modelimiz bo'ladi. Razmerlari 440 ga 240 bo'ladi. Komplektida 4 tadan pufiklari bo'ladi. Stoli MDF dan 270 ga 90 qilib, ko'rib turibsizlar, stolda yangi variantda ishlab chiqdik. Xudo xolosa o'ta go'zal tushdi. Komplektida 4 tadan yostiqlari ham bonus tariqasida qo'shib beriladi. Buni materiallari kristal. Yuvib ishlashsa shu eng yaxshi materialdan, Xitoy premium materialdan bo'ladi. Toblanishini ham ko'rib turibsizlar. Bu materialimiz toblanadi. O'ta chiroyli qilib ishlangan. Stollar 100% MDF dan bo'ladi. O'tiradigan joylari ortoped prujina bo'ladi. Xudo xolasa ko'rib turibsizlar. Orqalarini ham polniy o'zini materialda bo'ladi. Bu yerni endi barli variant taqib ishlaganmiz. Bu narsa qo'yganim ham o'ta 90 gradusli burchak taqib o'ta go'zal tushadi uylaringga. Buni endi rasvetkalar ko'pchilik so'rayapti. Har xil rasvetkalarda tayyorlab bera olamiz va aytgan razmeringizda. Xo'p, bu modelimiz, Bugatti modelimiz O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bepul. $785 stoli bilan birga uyingizgacha yetkazib beramiz. Endi bir xilgilar so'rashyapti, kichikroq razmeri bormi? Buni 440 ga 240 bo'lsa, o'rtasidan 1 metrni olib tashlasak 340 ga 240 bo'ladi. Stoli ham sal kichrayadi, pufiga 3 ta qoladi. Keyin 3 ta yostiq bo'ladi. Buni ham chiroyli narxlarda sizlarga qilib beramiz. Sizlarning uylaringning razmeri qanday? O'sha haqida ham yozib ketinglar. Tikilishlariga ham e'tibor bersanglar, chiroyli qilib tikilgan hamma narsasi. Oyoqlari quyma oyoq bo'ladi. Xudo xolasa baquvvatligiga garantiya beriladi. Xo'p, endi bu hozir burchagi qanday o'zgartirsa bo'ladi? Burchagimiz universal burchak bo'ladi. Burchak bu yoqqa o'tadigan bo'lsa o'ngga, bu yoqqa bo'lsa chapga. Universal burchak u tarafga bemalol o'taveradi. Stollar ko'rib turibsizlar, stollari ham 270 ga 90 qilib ishlangan. Baquvvat qilib yangi stollarni ishlab chiqdik. Ko'rib turibsizlar gologimizda. Endi bu yoqda toblanadigan material bo'lsa, mana bu yoqda boshqa materiallar ham tayyordan bor. Ko'rib turibsizlar, chiroyli qilib ishlangan. Materiallari ham buni boshqacha chiroyli materiallarda bo'ladi. O'tirganda ham odam bemalol o'rnashib o'tiradi. Mana ko'rib turibsizlar, suyanish hamma narsasi hisob kitobi qilingan. Cheklariga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Kimga agar Bugatti modelimizni tayyorlardan kerak bo'ladigan bo'lsa, mana 1-2 xil variantda, hop bu ham shu rangidan 3 ta komplektimiz Bugatti modelimiz tayyor turibdi. Agar yo'q, menga boshqa rangdan kerak deydigan bo'lsalar, kataloglarimiz ko'p, mana ko'rib turibsizlar. Bu yoqda ham mana kataloglarimiz bor. Kataloglarimizni tashlab beramiz. 7 kundan 8 kungacha agar rangini o'zgartiradigan bo'lsangiz, chiroyli qilib tayyorlab beramiz. Agar tayyorini tanlaydigan bo'lsangiz, 4 kundan 5 kungacha uyingizgacha chiroyli qilib yetkazib beramiz. Agar yaqinroq bo'lsa, yana ham dastavkalarimiz tezlashadi. Bizni kuzatib boring va like, podpiska bosishni unutmang. Sizga yoqdimi? Qaysi rang yoqdi? Shu haqida ham kommentariyaga o'z fikringizni yozib keting.